Xullas, hozir mana shu narsa bilan kompyuterimizni monitorga ulashimiz kerak. Ajoyib narsa yechimini qilganmiz. O'zi rektiv yuradi har doim. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, narxlarini, hamma narsasini tanishtiramiz. Mana ikkita chiqib keladi ichidan. Bittasi kompyuterga chiqiladi. PC degani. Ko'p kompyuterlarda mana HDMI o'zi tok beradi, o'ziga yetarli tok oladi. Undan keyin hozir biz receiverni ochib, mana men ismini tayyorlab olganman, tayyor. Monitorimizga qo'yishimiz kerak. Juda ham zo'r решение, ani simili, uzilib, yerda mana bunaqa bardak bo'lib yotmaydi. Mana imенно mana shu joylarga mana shu narsa juda ham zo'r keladi. Xo'p, HDMI ga ulaymiz. Tok keladi. HDMI ga tok keladi. HDMI 1 ga ulaymiz mana. Ko'rib turganingizdek. HDMI 1 ga ulaganimizdan keyin bu yoqda hozir o'zini ekrani bor, o'zini interfeysi chiqadi mana. Mana shu narsa yashil bo'lgandan keyin obzor bu yoqdan bu yoqqa o'tadi. Hozir yaxshilab qarab tursanglar, mana shu narsa yashil yoki ptichka bo'ladi, galchka bo'ladi xullas. Mana galchka bo'ldi ko'rib turganinglardek, bittada o'tadi mana. Ko'rasizlar, hech qayerda sim yo'q. Bitta dona mana shu steker orqali ishinglar bitadi. Ko'rib turgan bo'lsanglar, ishimiz shunaqa sifatli zo'r chiqadi mana. Ishlashlari, videolari hozir ko'rsataman. Hoppa, mana YouTube ochadigan bo'lsak, boshqa kanalga oladigan bo'lsak ham mana FPS-lari yomon emas. Kimga shunaqa xizmatimiz kerak bo'lsa, albatta bizda bor, bizga aloqaga chiqaveringlar. Chiroyli qilib bitirib beramiz.